Mana aziz birodarlar, inshaalloh qurtimiz sochish jarayonlari boshlandi. Xudo xohlasa mana qurtimiz zichligi juda yaxshi holatda. Biraz videoda mana qurtimiz zichligi mana shu ahvol. Juda zo'r ahvolda. Lekin ozgina ishimiz kechikib, mana bu bioreaktorlarimizni taxlash jarayoni kech qolgani uchun och qolib, ingichka bo'lib qolgan, maydalashib qolganda och holatda zichligi shunday. Agar bu to'yingan holatda bo'lganda bunga 3 baravar ko'rinish beradi. Mana hozir chappa qiladi, korobkani inshaalloh. Mana qizil go'sht holati. İnşallah zichligi juda zo'r holatda. Aloqaga chiqaverasizlar. Korobkalarimiz hammasi bir xil. Qurtimiz zichligi mana shu holat mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana inshaalloh bunisi 22,5 kvadrat, bunisi 22,5 kvadrat. Ikkita bioreaktorimizda 45 kvadrat hozir qurtimizni tashlaymiz inshaalloh. Bugun bittasi ya, ertaga bittasi ya. Hozir issiq bo'lib ketadi. Shu bilan issiqda qurtlarimiz azob yemasligi uchun ertalab salqinda ertaga nargisiga tashlaymiz. Bugun bunisi. Aloqaga chiqaverasizlar. Doim aloqadamiz. Xizmatdamiz. Hamma Alloh panohida bo'linglar, ishlaringiz rivoj.